Agar siz 11-aprel kuni ertalab 5 da bo'sh bo'ladigan bo'lsangiz, men sizni tabriklayman, chunki siz NASAning oydan qaytishini jonli ravishda kuzata olasiz. Xabaringiz bor, NASAning Orion nomli kemasi oyga yo'l olgandi va ular o'z missiyaligini bajarib yerga qaytishyapti. Ular oyga orqa tarafini rasmga olib kelishdi va eng ajablanarlisi, ular oy tutilish hodisasini ham guvohi bo'lishdi. Va shu bilan hamma qiyinchiliklar o'tib ketdi deb o'ylayotgan bo'lsangiz, siz adashasiz, chunki raketa yer atmosferasiga kirayotganda 40 ming kilometr tezlik bilan kiradi va 2,5 ming daraja issiq bo'ladi. Ya'ni tushunasizmi, raketa shu darajada isib ketadiki, hattoki 7-8 minut ular bilan aloqamiz yo'qoladi. Aynan mana shu issiqlik xavfdan himoya qilish uchun raketani ular qalin qoplamalar bilan o'rashgan. Va agar ular ozgina adashadigan bo'lsa ham, kema ham halok bo'ladi. Uning ichidagi astronavtlar. Aynan mana shu xavfli vaziyatda NASA o'zini YouTube'da live ko'rinishda olib boradi. 11-aprel kuni ertalabki 5 da siz o'zingiz NASA qanaqa bir yerga qo'nayotganini jonli ravishda kuzata olasiz. Live stream qachon boshlanishini va unga linkni Telegram kanalimga tashlab qo'yaman. Bu xavfli va hayajonli lahzalarni o'tkazib bormayman va shunaqa qiziqarli ma'lumotlar uchun menga obuna bo'lib qo'ying.